Hurmatli yurtdoshlar, mana bizni qishlog'imizda, Yakkabog' tumani Qorasuv qishlog'imizda Ishbilot Hoji jome masjidini qayta quryapmiz. Unga albatta ruxsat olingan hamma idoralardan. Mana hozir qishlog'imiz ahli hamda qo'shni qishloqlar yordam qilib, juda katta yordam ishlari bo'lyapti. Mana hozir birinchi qavatimiz bu podval qismi tugash arafasida. Yigitlar juda kuchli ishlayapti. Nasib bo'lsa mana shu yerga ihson qiluvchilar bo'lsa, o'zi hissangizni qo'shsangiz, Alloh nasib bo'lsa, u dunyoda masjidga qilgan ihsonni albatta to'g'ridan-to'g'ri qobil bo'ladi degan joyi bor. Allohning eng yaxshi ko'rgan diyorlari deydilar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam o'zlarining hadislarida. Bu masjiddir. Ihsonning mukofoti ihsondir. Sizlarning yordamlaringiz bilan masjidimiz Xudo xohlasa mana shu ko'rinishga keladi. Akalar, ukalar, hamma qo'lidan kelguncha imkoniyat darajasida kelib chiqib, 10 ming, 20 ming yoki 100 mingmi mana shu kartaga ihson qilsangiz, masjidimizning qurilishiga ancha yordam bo'ladi. Agarda ihson qilish sizning qo'lingizdan kelmasa, videoga like bosib, maksimal darajada tanishlarga yuborib qo'ying. Zero bu ham ihsonni o'rnini bosadi. Bu masjidning qurilishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Agar nima qilsalaringiz, mana yordam qilsalaringiz, albatta qishloq xalqimiz minnatdor bo'ladi.